Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chaqqanmi? Saqlayapsizmi, Jasorbek? Qarang, Urganchda hozir havola yo'li ko'payishni boshladi. Odamlar o'zi bildi, havoy zo'r, narx jihatdan ham zo'r, undan tashqari rassurshgan ham ochildi. Shuning uchun bugun havola M6ni bir qisqacha aytsak, obzorini 10 minut bo'lsa, odamlar ko'p vaqt oladi. 10 minut ichida rassurchasi ham aytadi, obzorini ham aytadi. Bir chetdan boshlasak. Bugünkü maşinimiz Haval M6 modeli 249 milyon 900 bin so'mdan boshlanadi o'z bahasi. Birinchi 249 milyon 900 bin so'm, mexanik korobka 259 milyon 900 bin so'm, 279 milyon 900 bin so'm. Farklı funksiyalarında bo'ladi. Keyin bilan to'lov turuna keladigan bo'lsak, aqsamdan boshlab rasroshkamiz ochildi. Adından 30% ni to'lasalar 1 yilga chiqarib beramiz. 50% ni to'lasalar 1,5 yil. 60% ni to'lasalar 2 yil, 70% ni to'lasa 3 yilgacha o'zini pulini foizlasiz to'lasalar bo'ladi. Bankarlashmaydi axir. Bankarlashmaydi, to'g'ri. Bank chiqadi, bankda sotib beradi. Yo'q, aytchakim, ustidan foiz bo'lmaydi. Shu 239 foiz penya bo'lmaydi. O'zini pulini to'laydi-da. O'zini pulini to'laydi. Mashina komfortlarini bir qisqacha aytib o'tsak. Funksiyalarına keladigan bo'lsak, endi buni lyuklari bo'ladi, zadniy kamera, beskuluchoy dostуп, sidenalari qizdiradi. O'zini 12.3 dyumli monitorlari bor. Motor qismına keladigan bo'lsak, 1.5 lik turbina bo'ladi. Metan, propan, полный установкасы bo'ladi. MPI motor bo'ladi sabab. Ходовойлары независимый, отдельный ishlaydi. Diskalarına keladigan bo'lsak, 17 lik yumshoq diska bo'ladi. 17 lik bo'ladimi bu? Ha. Balon almashlash shart emas, o'zi yumshoq bo'ladi. Baland ko'rsatilgan mashina shuning uchun 17 lik bo'lgani hisoblanadi. Bundan ham baland ko'rsa bo'ladi. Salon qismiga aytgan narsalardan salon operatorimiz ko'rsatsa, ikki sidenalari qizdiradi. Elektron rучной tormoz, qo'shimchasini avtohol funksiyasi. USB portlari o'zini zaryadchik joyi. Cruise control ham bo'ladi o'zini. Cruise control ham bo'ladimi? Ha. Maksimal bo'ladi. Maksimal tezlik 240 ekan. 240 tezlikgacha. Bunga metan qo'ysa bo'ladi deb turibsiz. Metan ham, propan ham. Metan qo'ysak, ham turbina motori ishlatmaymi buni? Yo'q. Ishlaydi axir. Alakasi yo'q axir. Yo'q, bunga alakasi yo'q. O'zini zapchaslari bo'ladi. Uстановкасы, отдельный miyasi, havalni o'zi uchun zapchaslari bo'ladi. Beni arka tomoni ko'rishingiz uchun, endi argisidan yotib ko'pda keldi. Minib ko'rsataman, yenglikini darlagan shundan bilasizlar. Bu o'zi Haval M6 menimcha pulni dum arziydi o'zida salon shu darajadagi yeng endi bu 2 xonali kvartirada tushunsangiz ham bo'ladi buni. Ban tarafı o'zi bir xonali bo'lyapti, arkasi bir xonali kvartira bo'lyapti. Bu o'rtasida dumpak ham yo'q. Boshqa mashinalardan farqi. 3 odam yana ajratib o'tirib ketaveradi. Sig'ib o'tiraveradi. Dum yeng mashina. Dum zo'r. O'zini pulni menimcha arziydi deb bemalol aytsa bo'ladi. Bagajini ko'rsangiz, bagajku dum katta. 8 litr объема ega. Bagajini qarang. Bagajdan ham bir to'da narsa qada agar uzoq yo'lga ketaman desangiz, sizdan ham yotib berasiz. Anakin tayyor uy bo'ladi bu. Yotib ketaverasiz, to'g'ri. Metan, propan, polni qo'yilsa bo'ladi. Ha, shundan o'rnuna qo'yasiz shunda, bak. Propan bo'lsa tabletga tashiladi tomon katib, metan bo'lsa 30 likdan 3si shuna joylashadi. Как раз из запаса o'rniga tashiysiz ekanda, uzoq yo'lga ketganda zapasni ham tashab ketaverasiz bagaja. Bagaj beklanib qolmaydi, shunday yuraveradi. Bagaj zo'r. Kuzov ham otsenkopga zanglamaydi, tushirmaydi. Bu eng full pozitsiya emas shundaqa? Bu eng full pozitsiyasi, 3-pozitsiya. Farqi nimada birinchi pozitsiya bilan? Birinchi pozitsiya mexanik bo'ladi, ikkinchi pozitsiya avtomat bo'ladi. Endi Vulada lyuk bo'lmaydi, ustini dugasi bo'lmaydi. Tumanka farasi bo'lmaydi, zadniy kamerasi bo'lmaydi, diskasini dizayni boshqacha bo'ladi. Keyin beskuluchoy dostуп bo'lmaydi, aran shopir tarafında bo'ladi. Atak lekin motorunda baribir shu narsa motor, kuzov, ходовой yecherinda farq etmaydi. Gap funksiyalarida. Funksiya pul turadi. Garantiyasi necha yil bo'ladi? Garantiyasi 5 yil 150 ming kilometr bo'ladi. 150 ming kilometr mashina o'zini garantiya berasizlar. Mashina servisidan zapchasidan muammo yo'q. Hammasi ish salonimizda, sho'raga kelsalar, aptoli, zapchasi, mayda-chuyda hamma narsasi bor. Muammosi yo'q. Zo'r. Xudo xolasa. Agar Haval M6 mashinani sizlarga obzori qisqacha aytdik endi biz, to'liq ko'rsatib o'tmoqmiz. Sizlarning vaqtlaringizni amalda shu eng muhim joylarni ko'rsatdik, eng muhim nuqtalarni aytdik. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, mana shu pastda Haval Urganch rasmiy dilerning nomerlari chiqib turibdi. Bog'lanib bemalol qo'shimcha savollar bo'lsa beringlar. Masalan, oldindan Panasonic bilinba, oyoqqa jazomdan tushadi, boshqa degan savollarni ham bemalol mana shu pastda chiqqan raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, yana Xudo xolasa Jasorbekning sizlarga javob berishga harakat etadi. Agarda kelsalar bemalol bu yerda o'zlarining pavilyonlari bor, bemalol test drive bo'lgan, yerda ko'rsalar bo'ladi, qarang. Test drive'imiz bor, yerda ko'rsalar bo'ladi. Yana qo'shimchasini aytishim mumkin. Imtiyozli kreditlar ham ochildi. Shularni aytib o'taman. 2% dan 6% dan 12% dan kreditga chiqarib olsalar bo'ladi. 25% emas, kamroq bo'ladi. Oldindan to'lovi ham kamaydi. Oldindan to'lovini 15% to'lab turib,
15%-ni төлətib durub 5 il avtokredit çıxarsalar bu. Zor mənimcə 30 işi. faiz, 15%. Zor mənimcə iş pəstəki rəqəmlər qoyaraq durub qoşumçu suallarınıza cavab azalacaq. Sizə qətta rəhmət. Qısqaça obzor üçün Xuda xalas əmməyizi Xaval Ürgənc rəsmi dillərində kütüb qalamız.